Mana shu mikrofon sizga juda ham yoqadi. Ya'ni mikrofoningiz bor, shnurli mikrofoningiz sizga shunaqa yoqadi, lekin buni besprovodnoyini topa olmayapsiz. Buni yechimi bor. Videoni boshlashdan oldin like va podpiska bosib qo'ysanglar, hozir sizlarga yechimini ko'rsataman. Ketdik. Xo'p, mana sizlarga bitta yechimi tayyor. Bu narsa nima? Bu sizni provodnoy mikrofoningizni, sizga yoqadigan o'sha mikrofoningizni besprovodnoy qilib beradi. Ya'ni shnur ishlatmaysiz, tayyor. Mana ko'rinishlarini qaranglar, qanaqa zo'r. Vidlari ham вообще zo'r. Mana knopkalarda yoqamiz hozir. Yog'inishni qaranglar, qanaqa chiroyli. Mana. Antennasi, batareykasini ko'rsatadi. Maza. Bitta o'lisiz, mana buni qotirib qo'ysangiz, umuman tushib ham ketib qolmaydi. Ba'zi bir arzonchilarga o'xshab tushib ham ketib qolmaydi. Bu tarafini apparatga olasiz, pultga ulab qo'yasiz, o'zingiz mazza qilib aytib beraverasiz. Endi buni komplektlarda nima bor? O'zini zaryadchigi bor, tayyor. Ya'ni ulab qo'yib, mana Type-C. Shuni ulab qo'yib, zaryadga qilib ketaverasiz. Uyda batareyka tugab qopti, mana bu bo'lib qopti demaysizlar. Qaranglar qanaqa. Anaqasi bor. Tayyor. Agarda sizda bu nima mamga ulab qo'yib, agar sizni pultingizda xohlasanglar jack, xohlasanglar XLR qilib ishlatsangiz bo'ladi. Narxi qiziqmi sizga? Narxi bor yo'g'i $70. Bu sifati ancha yaxshi, prostoy emas, ham bu $30-40 emas, $70 zo'r narsa. Sizlarga ham tavsiya qilgan bo'lardim. To'xta, buni nafaqat mikrofonga kerak bo'lsa, instrumentlarga ham ulab ishlatsanglar bo'ladi. Sababi bunaqa perixatniklari bo'ladi o'zlarini. Mana qarang, bitta o'laysiz. Agar gitarangiz bo'lsa, shnurlarni olmaysizda, gitaraga paq ulab, shuni ishlataverasiz. Oddiy. Gitaradan tashqari mana shu qaysi instrumentga ketsa, hammasini ishlatsanglar bo'ladi. Вообще qulayliklari zo'r. Zo'r-a? Bo'ldi. Nomerlarni pastda qoldiramiz, kimga kerak bo'lsa, dastavka xizmatlari ham bor. Viloyatlarga shu taksilardan chiqarib olishimiz mumkin. Sog' bo'lasizlar.